بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، الكتاب الثالث، الدرس الثامن عشر. 18 ders. Insa arkadaşlar, dersini başlaştığından ilgili biz bugünkü dersimizdeki muhim noktalık grammatikalarını ixchamlab olaylik. Endi bugungi darsdagi birinchi noktalık grammatika faala bobiga munosabatlik ahvollar. Endi faala bobi faaladagi fa'ning keyiniga alifdan birini ortiq keltirib faala keltirgan bob. Endi bunun turilish ahvoli mandaq. Faala etgan zaman, yufailu mudari, mufaalatun yoki fi'alun mastar ikki xil chiqadi. Mufaalatun yoki fi'alun, ammo fi'alun mufaalatun qarg'an vaqtda nisbatan oz. Mufailun ism fa'il, mufaalun ism maf'ul. Lam yufail, la yufailu buyruq bil fa'il, li yufail, la tufail. Lekin mushu diqqat qilish tegishli nuqta bu faala yufailu babida. Birisi bunun mastari mufaalatun 80-90% mufaalatun chiqadi. Nəhayət az vaqtlarda fi'alun chiqib qolishi mumkin. Masalan, qatala yuqatiludan muqatalatun deb chiqadi. Qitalun deb chiqadi. Jahada yujahidudan mujahada deb chiqadi. Ammo buning ishlatilishi qamasa, andakin jihadun deb chiqadi. Alaja yualijudan mualaja deb chiqadi. Ilaj deb chiqadi. To'yib. Buni qolgan shakllari biz burun o'rgangan fe'llarning turli shakllari bilan o'xshash. Qolgan tarafida qiyin masala yo'q. Ikkinchi nuqta, biz oldingi darslarimizda so'zlagan mubtadoning beshiga kiradigan bir lamdan birisi bor. Ularni biz lam-ı ta'kid deb atagan, ya'ni ta'kidlashlanma deb atagan. Endi bu lam ba'zi vaqtlarda mubtadoga kirmasdan xabarga kiradigan, ya'ni mubtado xabarining oldiga inna hurfi mushabbaha bil pil kirgan jumlalar qolsa, bu yerda mushullar mubtadoga kirmasdan xabarga kiradi. Chunki inna bilan lam bir yerda kelinmaydi. Inna keyindagi ismni var o'qitish kerak. Lam ibtidoning lamni pesh o'qitishni taqozo qiladi. Bu sabab tufayli bu lam innaning ismisida emas, xabarda paydo bo'ladi. Asli mubtadoga kiradigan lam. Ham bularni shu vaqtda lamul muzahlaqa deb qo'ydi, teyilib ketganning asli, chunki bu mubtadodan xabarga o'tib ketdi emasmi? Mushu lamni lam ibtido, ya'ni jumlani ta'kidlash uchun kelgan lam deb tushunsak bo'ladi. Masalan, buning misollari intayin ko'p. Inna ilahakum lawahid. Inna awhanal buyuti labaytul ankabut. Inna ankaral aswat la sawtul hamir. Innahu laqur'anun karim. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakka degan oyatlarning hammasidagi ikkinchi burakda kelgan lamning hammasi mushu lamul muzahlaqa. Asli mubtado qilishga tegishli jumlani ta'kidlaydigan lam inni kelganlik sababidan xabarga o'tib ketgan lam. Üçüncü mazmun darsidagi qat to'g'riliq masala. Endi qat bizning burundan tortib bir xato tushunishimiz, qatni tarjima qilgan vaqtda jazman chuqum degandek tarjima qilamiz. Endi qatning ishlatilishi modi, mudori deb ikkiga bo'lindi. Har ikkala turini ayrim-ayrim tushunish to'g'ri keladi. Endi modiga kirgan vaqtida qatning ikki xil ma'nosi bor. Asosliq ma'nosi, ya'ni ko'p qo'llanadigan asosliq ma'nosi o'tgan zamonni hozirgi zamonga yaqinlashtirish ma'nosi. Masalan, tamoq yapıldımı degan savolga qad akal desa, hozirlar yapıldım degandek ma'nolarni ifodalaydi. Bu asosliq ma'nosi. Endi ba'zida mushu qat ta'kidlash uchun
jazman, haqiqatan degandekmi tarjima qilinadi. Ama bu ko'p emas ishlatilgan shakli. Bu bir. Undan keyin mudoriga kirib qolsa, asosli ma'nosi fe'lning ma'nosiningki yuz berish ehtimolligini, yuz berishning ozligini ifodalash uchun keladi. Masalan, qad yakunu hunaka mushkilat desa bu yerda bir masala paydo bo'lib qolishi mumkin, masalalar paydo bo'lishi mumkin degandek tushunsak bo'ladi. Endi shu mudoriga kirgan vaqtimi ba'zida ta'kidni ifodalab keladi. Masalan, qad ya'lamul muawwiqin degandek. Endi bugungi darsimizda yuqoridagi qatning yuqorqi mazmunlaridan birisi, ya'ni qat mazini ustiga kirib qolsa ta'kidni ifodalaydi degan mazmun. Bu nima deganlik? Mazini ustiga kelgan butunlay qatlarning hammasi ta'kidni ifodalaydi deganlik emas. Masalan, qad wasalat tayara desa, ayriflar yetib keldi. Qad futiha babul maktabi. Nimaning ishga kutubxona ishga ochildi degandek mazmunlar. Unda boshqa mudorani ustiga kirsin bayatni to'qim nimani ifodalaydi? Ta'kidni ifodalaydi. Nima? Mudorani ustiga kirsa bayatni degandek shak ehtimol, undan keyin ozliq. Masalan, shak qad yaudul mudir qadan, balkim mudir ati qaytishi mumkin desa, ehtimalan qaytish ehtimolliq. Endi birisi ozliq. Qad yanjahu talibul kaslan. Burun o'quvchining nijot tepishini, imtihonda o'tishi bak az degandek ma'noni ifodalaydi. Mush nuqtalarga diqqat qilsak bo'ladi, ha. Endi qatning asli ishlatilinishi mazida o'tgan zaman hozirgi zamonga yaqinlashtirish, mudoriyati bo'lsa asli ishlatilinishi shak ehtimol yoki taqlil, harakatning oz yuz beradiganligini ifodalash. Am ba'zida mayli modiga kirsin, mudoriga kirsin, nimani ifodalaydi? Ta'kidni ifodalaydi. Mana bu darsimizdagi 9-mashqda gavdalik ifodalandi. Bayatning so'zlagan lam ta'kiddan xabar, indan xabarga o'tib ketishi darsimizdagi 8-mashq. Undan keyin faalaga munosiblik mazmunlar 2, 3, 4, 5, 6, 7 mashqlarga qaralsa bo'ladi. Endi 4-mazmun darsimizdagi zuning ko'pligi zavu bo'lib, zavu endi bu zo davomliq muzobbib kelgachga zavuning oxirisiga nun tushib ketganda faraz qilsak bo'ladi, ha? Oxirida bir vo emasmi? Zavu. Vo nun tushib ketgan. Muzobb bo'lganlik uchun da faraz qilib, voni ko'plikning vosiga o'xshash, jami muzakkar salimning vosiga o'xshash muomala qilib i'rob bersak bo'ladi. Masalan, raf'il holatda zavu deb bilan jarlik yoki nasblik holatda zavi deb bunda o'qisak bo'ladi. Mesela zavul qurba ahaqqu bi musa'adatik. Zav mubtadaga chiqib pesh o'qildi. Jalis zavul ilmi. Zawi هذه مساكن الطلاب ذوي العائلات. Zawi o'shada xuddi jami muzakkar salimdekla i'rob berildi. Ya'ni boshqalish holati va bilan tushum kelish va egilik qilish holati nima bilan yo bilan ifodalandi. Andaki musha zavuning ma'nosi yana bir so'z bor. Ulu deb. Bu o'xshashlar zuning ko'pligi, o'z ma'nosi o'z shaklida bo'lmagan ko'pligi. Bu i'rob ma'no jihati zavuga o'xshash. Ya'ni bunimi ulu, uli deb i'rob beramiz. Boshqalish holatda ulu, tushum kelish va egilik qilish holati nima? Uli deb i'rob bersak bo'ladi. Endi bu mazmun darsimizdagi 10-mashq qaralsa bo'ladi bu mazmunga. Undan keyin bugun darsimizda yana bir so'zlangan mazmun lakin. Endi lakinni bizga ma'lumlik innining qarindoshlaridan qatorida. Innining qarindoshlariga mubtada xabarini ustiga kirib ismisini zabar xabarini tashkil deganlar shundami? Ammo yangillatilsa degan oxiridagi lakin degan nunni nima o'qisak, sakin o'qisak, vaqtda jumla ismiya bo'lsin, fi'liya bo'lsin, o'xshashlar kiraveradi. Masalan, ja'al mudarris va lakin tullab ma ja'u vaqtda amal bermasak bo'ladi. Ismisini zabar xabarini tashkil qilgan ahvollarni tashlasak bo'ladi. Masalan, Qur'oni Karimdan ba'g'i lakin az-zalimun al-yawma fi zalalin mubin. Zalalin mubin degan o'rinda zalimun shunga o'xshash. Bu bir nuqta. Bu darsimizdagi 11-mashq qaralsa bo'ldi bu to'g'riliq ma'lumotlarga. 6-mazmun bugungi so'zlaydigan grammatikalik mazmundan ismi ishoratlar. Hada, hadihi, zalika, tilka degandagi zalikaga kap qo'shiladi shundami? Zalika deb. Endi ba'zida mushu kap o'zgarib zalikum bo'lib qoladi. Buni deganlik hargiz biz ko'rsatgan narsaning ko'pligini ifodalamaydi, ha? Masalan, bir kitobning o'zini zalikal kitob degili bo'ladi. Endi zalikumul kitob degili bo'ladi. Kitob o'zgarmaydi. Birlik holatini saqlaydi. Zalikaning ma'nosi bilan zalikumning ma'nosi o'xshash. Ammo zalika bilan zalikumningki farqi faqat
mushu gapni deyotgan odamlarda farqlanadi. Agar biz deyotgan odamlar gap qilayotgan muxotab, biz gap qilayotgan muxotab birlik bo'lib qolsa zalika. Agar ko'plik bo'lib qolsa nima? Zalikum deb ishlasak bo'ladi, ha. Undan boshqa tilka deganlardimi shu buncha ishlasak bo'laveradi. Masalan, tilka tilkum degandek. Bu mazmun darsimizdagi 12-chi mashq qaralsa bo'ladi. Masalan, Qur'oni Karimdan baqu zalikumullohu robbukum deb Alloh ishorat qilib zalikum deb ishorat qiladi. Endi bu mazmunlarni tushungan bo'lsak, men tekstni, ya'ni dialogni o'qib, tarjima qilib, tahlil qilib beray, ha. أين أحمد يا إخوان؟ سافر إلى مكة لعيادة أخيه المريض عافاه الله. من أنت يا أخي؟ كأنك طالب جديد. نعم. واسمي مجاهد. كأنك من الهند. أنا أسلم من الهند. إن أبي هاجر من الهند إلى أستراليا وهو شاب وأنا ولدت هناك. ألك ذو قربى في الهند؟ نعم. سافرت العام الماضي إلى قريتنا في الهند وقابلت أعمامي وأخوالي وأولادهم وهم كثير. أبي يزورهم كل سنة ويراسلهم دائما. أعجبتك الجامعة الإسلامية؟ نعم. أنا مسرور بالتحاقي بهذه الجامعة المباركة التي في مهبط الوحي ومهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تأخرت يا مجاهد؟ جئت بعد مضي شهر من بدء الدراسة وقد فاتتك. جئت بعد مضي شهر من بدء الدراسة وقد فاتتك دروس. حاولت كثيرا أن آتي عند بدء الدراسة ولكن لم أستطع. أرجو أن تساعدني على فهم الدروس السابقة. سأساعدك إن شاء الله. يدخل زهير. يا زهير، إنك غير مواظب. أريد أن أشكوك إلى المدير. سامحني يا أستاذ، لن أغيب ولن أتأخر في المستقبل إن شاء الله. لنراجع الدرس. اقرأ الآيات يا علي بعد الاستعاذة والبسملة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. إن الله لغفور رحيم. يا أبا بكر، ما التجارة التي دلنا الله تعالى عليها؟ هي الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالنفس والمال. أذكر آيات أخرى تحث المسلمين على الجهاد يا زهير. قال تعالى في السورة نفسها: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. من الذين يحبهم الله يا علي؟ يحب المجاهدين المقاتلين في سبيله. كيف يقاتل هؤلاء؟ يقاتلون في صفوف ويثبتون في أماكنهم عند ملاقاة العدو. ماذا تفيد يا زهير؟ ماذا تفيد يا زهير؟ تفيد التشبيه، إنه كأن المسجد مدرسة. ماذا تفيد كأن يا زهير؟ تفيد التشبيه، إنه كأن المسجد مدرسة، كأن الكتاب مدرس. وكذلك تفيد الظن، إنه كأنني أعرفك. أحسنت يا زهير. ما لك تنعس يا عبد الله؟ لا تؤاخذني يا أستاذ، زرت البارحة جارا لي وجلست عنده أشاهد مباراة كرة القدم على شاشة التلفاز إلى منتصف الليل. ما ينبغي لطالب أن يضيع وقته في مشاهدة التلفاز. أرجو المسامحة. ينادي المدرس المراقب بعد التحية والمصافحة: أناديتني يا أستاذ؟ نعم. متى يعود المدير؟ قد يعود اليوم إن شاء الله. قرندشلا أحمد قيادة سافر إلى مكة لعيادة أخيه المريض
Makkaga o'zining kasal qarindishini yo'qlash uchun safar qilib ketdi. Nishadiki safara fa'ala babidna afahulloh afa yuafi fa'ala yufa'ilu babin. Alloh uningga xotirjamlik, tinchlik, saqlik ato qilsin. Men anta ya akhi qarindishim siz kim? Ka'annaka talibun jadid. Siz xuddi yangi o'quvchideklar. Amyadiki ka'anna ikki xil ma'noni ifodalaydi. Birisi shak va ehtimol. Endi birisi tashbih. Birisi o'xshash. Undan keyin ma jumlada hozir men sizni yangi o'quvchi deyman deb ko'z qarashdiki gumon ifodalaydi. Naam, wasmi mujahid. Shunda mening ismim Mujahid. Mujahid jahada yujahidudan chiqqan ism fa'il shakli, fa'ala yufa'ilu babining ism fa'ilisi. Ka'annaka minal Hind. Siz Hindistondan laq qilisizg'o. Ka'annaka minal Hind. Siz Hindistondan deb qilisizg'o. O'xshashlar shak, ya'ni gumon. Men sizni Hindistondan deb gumon qilaman degan ma'noda. Ka'annaka. Ana asla minal Hind. Men asli Hindistondan. إن أبي هاجر من الهند إلى أستراليا وهو شاب وأنا ولدت هناك. Dadam yosh vaqtida va huwa shab degani hali jumla o'qish. Dadam yosh vaqtida Hindistondan Avstraliyaga ko'chib beribdi ekan. Hajara fa'ala babin. Va ana wulidtu hunak. Men shu yerda tug'ildim. Alaka dhawu qurba fil Hindi. Sizning Hindistonda yaqinlaringiz, ya'ni tuqqanlaringiz bormi? Yaqinlaringiz. Zavu degan igi degan gap emasmi? Qurba degani yaqinlik, tuqqanlik degan. Tuqqanlik egilari, tuqqan egilari, ya'ni yaqinlaringiz, tuqqanlaringiz bormi? Zavu bayatni degandek rafi'lik holati va bilan nasb jarlik holati ya bilan i'rob beriladi. Naam. Safartu al-aam al-madi ila qaryatina fil Hind va qabaltu al-a'mami wa akhwali wa awladahum. Shundaq, o'tgan yil esa Hindistondagi kantimizga safar qildim. Safara yusafiru, ha. Va qabaltu a'mami wa akhwali wa awladahum. Tağlarım ve onlarının balları bilen görüştüm. Qabala yuqabilu. Mediki a'mami dada taraftaga, ahvali ana taraftaga. Ve hum kathir. Ular intayin köp. Abi yazuruhum kulla sene. Dadam ularni her yılise yoklaydı. Ve yurasiluhum daiman. Davamlı ularla xat avatishib turudu. Rasala yurasilu. Acabetkel Camiatul İslamiye. İslam Üniversitesi sizni qiziqtirdimi? Ajabetga, ya'ni qiziqtirdimi, hayron qoldirdi. Naam. Shundaq, ana masrurun biltihaqi bi hadhihi al-jami'a al-mubaraka allati fi mahbat al-wahy wa muhajar an-nabi. Men bu barakatli, ya'ni muborak demakchi, muborak vahiy tushgan va payg'ambar alayhisalom hijrat qilgan o'rindagi universitetga kirganligimdan xushal. Ya'ni mahbat, habata yahbitudan chiqqan ismizon ism makon va hech tushgan o'rin. Muhajar, hajara yuhajirudan chiqqan ism maf'ul odatda ism zamon ism makon bilan shakldosh keladi. Ma sulasi mujarradning g'ayri bablarda ism maf'ullar ismizon ism makon bilan ma'nodosh keladi. Mubaraka, baraka yubarikudan chiqqan masdar mubarak. Limadha ta'akhkharta ya Mujahid? Mujahid, nima uchun kechikib qolding? بعد مضي شهر من بدء الدراسة وقد فاتتك الدروس. Sen ders başlanıp bir aydan keyin keldin. Sana nurg'un darslar o'tib ketib qoldi. Fatatga qat fataning ustiga kirib ta'kidni ifodaladi. O'tib ketib qoldi degandek. Xuddi bu yerdan yana birisi o'tgan zamonni hozirgi zamonga yaqinlashtirish, ya'ni o'tib ketiblar qoldi. Texi oldinda o'tib ketdi degandek ma'noda. Hawaltu kathiran an atiya عند بدء الدراسة ولكن لم أستطع. Ders başlama vaqti kelishga nurg'un tirishib baqdim. Bak tirishib baqdim. Kathiran ma'runda bak tirishib baqdim. Walakin lam astati'. Biroq kelamadim. Hawala yuhawilu fa'ala babidin. Arju an tusa'idani ala fahmi ad-durus as-sabiqa. O'tib ketgan darslarni tushunishga menga yordam berishingizni umid qilaman. Sa'ada yusa'idu fa'ala yufa'ilu babi. Sa'usa'iduka inshaalloh. Alloh xolisa sana yordam beraman. Yadkhulu Zuhair. Zuhair kiravatudu. Ya Zuhair, innaka ghayru muwazib. Urid an ashkuka ila al-mudir. Zuhair, sen to'liq bo'lmayapsiz. Asli ghayru muwazib degan gap darsni to'liq o'zlashtirmayapsiz, darsga to'liq kelmayapsiz deganda bir ishlarni davom qilmagan, bir ishlarga uzluksiz tirishib turmaganini ko'rsatdi. Vazaba yuvazibu davom qilgan, davomlashgan degan ma'noda. Ya'ni sen darsda to'liq kelmayapsiz. Urid an ashkuka ila al-mudir.
sening ustingdan mudirga shikoyat qilishni o'ylayapman yoki iroda qilyapman. Muvazzib, vazaba, yuvazibu degan bobdan chiqarilgan. Samihni ya ustoz. Apo qilsangiz ustoz, samihni, meni kechirsangiz, samaha yusamihudan chiqqan buyruq bil samih. Lan aghiba va lan ataakhara fil mustaqbal inshaalloh. Bundan keyin fil mustaqbal kelgusi degan gap. Bundan keyin Alloh xolasa hargiz kechikmayman, hargiz g'oyib bo'lmayman, ya'ni yo'qolmayman va hargiz kechikmayman. Li nuraji'a durus, darslarni muzokara qilaylik. Nuraji', raja'a yuraji'un chiqqan 3-shaxs buyruq bil. Iqra'il aya ya Ali. Ali, oyatlarni o'qi. Ba'da al-isti'aza wal basmala استعاذنا أعوذ بالله وبسم الله نخبوغان ديكن يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Müşahidki tujahidunadaki jahada yujahidu babından çıkarılgan fiil. İnallaha lagafur rahim. Allah mağfirat qılğıcı ve rahim qılğıcı. Yani müşurundaki lagafur rahimdeki lam asli ta'kidning lami. Yani mubtada kirishtirishlik lama. Ama inni kelgandan keyin bu lam mubtadadan nakashdi xabarga ko'chib lamul muzahlaqa bo'ldi. Abu Bakr ما التجارة التي دلنا الله تعالى عليها الله bizni başlavatqan ticaret qaysi ما التجارة qaysi ticaret qaysi هي الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالنفس والمال u bo'lsa Allah va Allohning rasuliga iymon etish Allah yo'lida jon bilan mol bilan jihad qilish jihad jahada yujahidun degan fiildan chiqarilgan masdar fi'al o'lchimida masdar. Uzkur ayatan ukhra tahussu al-muslimin ala al-jihad ya Zuhair. Zuhair musulmonlarni jihad qiziqtiradigan boshqa oyatlarni deb baq, ya'ni uzkur tilga ol so'zla. Al-jihad yani o'xshashla masdar. Qala ta'ala fi surat nafsiha Allah shu suraning o'zida davatido innalloha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi saffan ka'annahum bunyanun marsus. O'sha oyatda yuqatilun qatala yuqatilu fa'ala yufa'ilu babdan chiqarilgan. من الذين يحبهم الله يا علي علي الله yaxshi ko'radigan kishilar kim yuhibbul mujahidin al muqatilin fi sabilihi o'z yo'lida urush qilayotgan mujohidlarni yaxshi ko'radi mujahidin mufailin muqatilin mufailin yana fa'ala yufa'il chiqqan ism fa'ilning ko'pligi kayfa yuqatilu haula mavla qandoq urushdi yuqatilu yufa'ilu yuqatiluna fi sufufin va yasbutuna fi amakinihim 'inda mulaqat al aduwi ular saflarida turib urushadi yuqatilun yasbutuna fi amakinihim dushman bilan uchrashgan vaqtida o'zlarining o'rinlarida mustahkam turadi inda mulaqat mufaala mulaqat aslisi laqa yulaqin chiqqan mulaqaya aslisi mufaala shaklda lekin mulaqaya ya harakat ig'ir kelgach yana harakati tashlandi mulaqaytun oldi lekin ya sakin oldi zarob qolsa ya'ni alif qo'zg'atgan qoidamiz bor shunga mulaqatun xuddi mikvatunga o'xshash. ماذا تفيد كأن يا زهير زهير bu yerdeki كأنdan nimani ifodalaydi تفيد التشبيه كأن تشبيه ne yani o'qitishni ifodalaydi masalan كأن المسجد مدرسة وكأن الكتاب مدرس masjid maktabga o'xshash kitob o'qituvchiga o'xshash va shuningdek gumonni ifodalaydi كأنني أعرفك xuddi men seni tunidigandeklar deganda ahsanta ya Zuhair yaxshi Zuhair malaka tan'as ya Abdullah Abdullah sana nima bo'ldi asnavatsan go tan'as asnash shunaqaki uyqusi kelib mugdash asnash la tu'akhidni ya ustoz meni savol so'roq qilsangiz akhada yu'akhidu tu'akhid degan gap mendan bu ishni surishti qilmasangiz degan ma'noda zurtul barihata jaralli tunugun kech mening bir qo'shniimni yo'qlab borgandim jalasta indahu أشاهد مباراة كرة القدم على شاشة التلفاز إلى منتصف الليل. Onun qaşida tankicagacha televizorda futbol musobaqasini ko'rib o'ltirib qoldim. Ushahidu shahada yushahidun fa'ala yufa'ilu chiqqan fi'la. Shashati tilfaz arab tilida shasha ekran degan gap
televizorning ekranida deydi, ammo biz uyg'ur tilida televizorda deb ishlatamiz. Ammo arablar televizorda deganni shasha tilfoz deb ishlatadi. Ma yanbaghi li talibin an yudayya vaqtahu fi mushahadat tilfoz. O'quvchi o'zining vaqtini televizor ko'rib zoya qilib o'tish o'quvchiga loyiq emas. Yani o'quvchiga vaqtini televizor ko'rib zoya qilib o'tish loyiq emas. Mushahadat tilfoz mastar, shahada shayxni chiqqan mufaala mastar. Arjul musamaha kechirishingizni umid qilaman. Nisamaha yusamihun chiqqan musamaha mufaala bor. Yunadul mudarris al muraqib. O'qituvchi muraqib, ya'ni nazoratni chaqiryapti. Yunadi nada yunadidan chiqarilgan. Ba'da tahiyya va musafaha salomlashgandan keyin va ko'rishgandan keyin musafaha safaha yusafihu qo'l ilishib ko'rishish musafaha, ya'ni mastar. Ana daytani ya ustoz, ustoz meni chaqirdingizmi? Nadaytani, nada yunadi. Na'am, mata ya'udul mudir? Mudir qachon qaytadi? Qad ya'ud al-yawm inshaalloh. Balkim bugun qaytishi mumkin. Qatmayada mumkinlik ehtimolni ifodalaydi va akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.